lekin jicha o'zbek tilida qiynalaman, lekin hamma yo'lda tushuntirishga, ko'rsatishga harakat qilaman. Надеюсь, nima desa bo'ladi? Полезный опыт olib ketasizlar bugun vebinarimizdan keyin. Hozir sekin уже boshlaymiz. Bizga na данный момент bitta kartochka berishdi. Shu kartochka orqali разбор qilaveramiz. Так, поделиться экраном. Все. Экран ko'rinyapti полностью. Сбросить qilsak. Главная страница Zoom Selling полный o'zbek tilida ko'rinyapti. O'zbek tilida, rus tilida hamma yoq tarjima bor, lekin mелкий momentlar bor, где tarjima qilmagan, но это в процессе. Keyin eng birinchi nima kecha savol keldi. Mana mayta datalar bor. Ko'rinyapti. Mayta datalar bor, именно вот mayta общая категория. Вот kiyim, одежда, общая категория 65 milliard bo'lsa, bu 30 kunda ichida nimalarni ko'rsatyapti. Mayta filtrda o'zlaring nima qilishingiz mumkin, vыбор qilishingiz mumkin. Mayta 25 dekabr, 25 noyabr, oktyabr, bu 25 degani bu yil degani. 2025-yil. Mayta 24-yil, ikkinchi chorak degani это 3 oyda nimasida полный analitika bo'lib vыручкani ko'rsatadi. То есть kecha просто savol keldi 25 dekabr nima degani, bir kunga 25 dekabr shu bir kunga analitika ko'rsatadi xolosmi? Yo'q, bu именно за год. За год и определенный месяц. Декабрь, ну, полный nima oylar. Keyin sekin shu kartochka bo'yicha разбор qilamiz. Mayta zo'r instrument bor, dinamika degan. Ko'pincha shu instrumentni ishlatishni bilmayapti. Shuning uchun menga Dmitriy iltimos qilib, hamma yo'lda ko'rsatib ol, tushuntirib ol deb nima qilishdi. Mana ko'ryapsizlarmi, tarjima qilinmagan, lekin bu hamma yo'q protsessi, hamma yo'q qilinadi. Mayta nima desa, dinamika rosta именно shu средний narxni ko'rsatadi. Вот, например, условно говоря, bugun kartochkamiz shu koreyskiy kosmetika edi. Koreyskiy kosmetikani nimasida kategoriyada sotiladi. Shu koreyskiy kosmetikaga kirib, mayta BB, CC va DD kremlar. Именно shu kartochka bo'yicha hozir nima разбор hamma yerda ko'rsataman. 723 million bir oyga hozir olib kelyapti bu kategoriya. Mayta, например, sizlar shu kategoriyaga kiryapsizlar и примерный analiz qilishingiz kerak. Mayta вот minus 90 dnей tanlasangiz bo'ladi. Shu 3 oyda ichida 55 dnей qilsak. Вот. Bir отрезок, bir yilda ichida полный shu dinamikani ko'rsatadi. Mayet вот по месяцам nima qilsangiz ham bo'ladi. То есть в среднем вот тут корейский nimayu, корейский косметика. Почему-то сброс был, да? Корейский косметика. Корейский косметикасы. Крем. Да. Вот. Mayta примерно bizga bir yilda отрезокni ko'rsatyapti. То есть январda 25-da общий средний стоимость в категории получается 115 ming edi. Bu yilda 107 ming средний цена. Lekin vыручка ko'ryapsiz, 124 million olib kelyapti. Shuni deb примерно сезонность tovarni ko'rsangiz bo'ladi. То есть по этому графику примерно mana ko'ryapsiz, yanvarda уже tushyapti ancha nima. Dekabr eng yaxshi nima sezon avgust. Даже iyuldan kirishyapti bu sohasiga, bu kategoriyaga. Вот именно shu вот xolasalaring oyga nima qilasizlar, xolasalaring даже kunga nima qilsa bo'ladi. То есть, например, вот iyulda nima tanlasak, uni pastga bossak, полный iyulda разбор qilinadi. Qaysi kunda qana dinamika bo'lib, necha pul vыручка bo'lib, shu kategoriyada bo'ladi. Вот o'rtacha narx 120 ming 1-iyuldan, sekin mayta уже qimmatlashga boshlandi. Ham narxi 165 ming, 165 ming, ham vыручкасы. Вот.
очень удобный инструмент для того, чтобы вот заходить в нишу, да, любой nishani tekshirish ancha oson. Bu nimada, shu dinamikada. Keyin esa bizda hozir razborda bunaqa kartochka berishdi. Так, вкладку. Mana. Надеюсь, seller hozir shu o'tiryapti mayda nima qilib. Birinchi bo'lib, qarang, 408 reytingimiz bor. Da, bu yaxshi reyting. Nima emas. Lekin bu по первому взгляду nima qilsa bo'ladi? Mayda 126 mingdan sotyapti bu mahsulotimiz. Lekin konkurentlari plashka original bilan arzonroq sotishyapti. 119 ming, 107 ming даже bor. Eng arzoni shu 107 mingdan sotyapti. Значит, по цене мы проигрываем. Nima qilsa bo'ladi bu yerda? Во-первых, shu kalit bo'yicha nima qilsak, qana kalitlardan reklama bo'lyapti. Esimda bo'lsa, по-моему, shu kartochkaning egasi bu stopni yoqsam только продажа bo'lyapti, bu stopni o'chirsam продажа umuman bo'lmayapti deb nima yozuvdi. Shuni bitta ko'rdim. В основном mana qaranglar, bu qanaqa qilib biz ключlarni nima tanlayapmiz. Вот охваты bor-ku. Высокочастотный охватlar bor, высокочастотный ключlar bor и среднечастотный ключlar bor, а также мелкочастотный ключlar bor. Nima desa bo'ladi buni? Вот, например, CC krem savol 9 mingta odam oqtaradi. Bunda reklama qilsa bo'ladi. Chunki bu ko'proq trafik olib keladi bu kartochkaga. Lekin mayda ko'rinyapti, to есть shu 3 ta savolda в основном reklama qilishyapti-da bu kartochkani. Mana 4 ta даже. Вот, основной либо органикаga nima qilishyapti, но baribir bu не самый высокий ключ demoqchiman. Zoom sellingga o'tsak biz, вот, zoom sellingga o'tsak mahsulot tanlash kartochka asosida bu kategoriyaga kirsak, полный shu kategoriyadan bo'yicha bizga konkurentlarimizni ko'rsatadi. Mana birinchi o'rinda bu kartochka 37 million olib kelyapti oyiga. Mayda stokda shu skladda necha kun bo'lgan skladda turibdi остатокlar. Mayda ko'rishingiz mumkin, to есть auto stokka tushmagan bu. Mana birinchi o'rinda nimasi konkurentimiz, и ham bu stokni 30 kundan 30 kun ishlatyapti. To есть o'tirmasdan nima qilyapti? Bu klientimiz bo'lsa nechinchi o'rinda? Так, Baysafura mana. Где-то 15-20 o'rinda bo'lib, bu kartochka klientimizga hozir 1 million 800 olib kelyapti. Battam stokda 30 kun da prosatka yo'q, lekin bu stok 26 kun ishlatgan edi. Хорошо, bizda, например, maqsad birinchi o'rin olish uchun qanaqa qilib analiz qilamiz? Hozir men ayta rasmga bossak, u сразу nimaga? Uzun marketda nimasiga tashlaydi? Mayda сразу kalitlarni olsak bo'ladi. Так, kategoriya, запросы, ключи. Kalitlarni ko'rsak, mana, вот, сразу demonstratsiya qilsam, mayda eng katta охват CC krem 9200 ko'ryapsizlar-a? Самый большой высокочастотный ключ 9200 nima bo'lyapti. И shunda пару дней reklama bo'ladi. Lekin shu konkurentimizda eng katta охват 25 ming talik ключ, 25 ming 474 ta nima bo'lyapti охват. У него высокочастотные ключи очень много, mana ko'ryapsizlar-a? Nima qilsa bo'ladi? Uni ключlarni hozir bizni nimamizga ishlatsak bo'ladi, даже нужно. Chunki mana u SPF krem 10 mingta запрос bo'lyapti. Kuniga 10 mingta запрос. И bu odam 19-o'rin bu stop bilan ushlayapti. То есть по-любому batta baribir nima bo'ladi? То есть ko'ryapsizlarmi? 7-dekabr, mana 28-dekabr o'chirib qo'ydi, 28-o'rin, 29-o'rin, 30-o'rin. Bular ham yaxshi, уже organika bo'lyapti bu. Bu ham yaxshi. То есть bizda maqsad ko'proq высокочастотный ключlarni ishlatish kerak. И ham среднечастотный
kuchlarda oqtarish kerak. Va bu esa bu klientimiz только ishlatyapti вот bitta CC krem, bitta hozir reklama bo'lmayapti buni. Oxirgi marta 9-yanvarda reklama qilgan. И вот все, eng katta nima, получается 9 milli CC krem savolda ishlatyapti xolos. Поэтому biz shu analitika bo'yicha любой konkurentimizni topib, shu ключlarni orqali высокочастотные ключlarni olamiz и среднечастотный ключlarni olamiz. Хотя бы до 1000, вот, до 1000. Shularni olsak, shuni orqali reklama qilsak, kartochkamiz ancha nima tepaga ko'tariladi. Но не нужно тратить, bu mana biznikimi? Не, bu bizniki emas. Не нужно тратить, demoqchiman, деньги на вот средние частотные ключи. Mana, например, Natural Skin CC krem. Bunga ham pul ishlatdi. Akamizmi, opamizmi? Lekin mayda 360 ta zaпрос xolos, axvat. Bu ancha kam-u. Bunga ham ishlatishdi 193 zaprosa. Lavina CC krem. То есть ненужный so'zlarga pulni ishlatdi-da, shuning uchun unchalik profit bo'lmadi. Например, u shu 28 kun ishlatdi-yu bu stop. Lekin именно shu высокочастотный ключlarda, среднечастотный ключlarda ishlatganda pulda 30 kundan keyin o'chirgandan keyin уже дальше органические продажи bo'lishi mumkin edi. Но hozircha вот nima tonalniy krem CC 42 axvati bo'ldi. То есть 42 kishi kuniga oqtaradi, lekin bu so'zdan bu stopda pul ishlatadi bu odam. Поэтому bu jicha xato, но каждый xato bu опыт в любом случае. Вот. Shuning uchun bu очень полезная фишка. Ikkinchi fishka kategoriya bo'yicha. Ko'pincha kategoriyani всерьез nima qilishmaydi. Nimagadir kategoriyada hech kim muxtarmaydi deb nima qilishmaydi. Lekin kategoriyada ko'proq kelishadi. Например, kompyuterdan zakaz qilishsa yoki в основном да kompyuterdan kelishadi. Lekin biz ham ключlardan nima qilamiz? Ham kategoriyani ishlatamiz. Ikkita reklamli kabinetda sozdат qilib, bittasida чисто ключlarni nima qilamiz, ishlatamiz, ikkinchisida только kategoriya. И profit, средний profit nimani sanaymiz. Mayda adashmasam, вот makiyaj, так, bunu да, это вкладка, сделано. Makiyaj bo'yicha eng katta kategoriya. Bu birinchi o'rinda turibdi. По-моему, mayda bu stop ishlatyapti. Bu narsani hozir да, по-любому bu stopni ishlatyapti. Именно kategoriya bo'yicha. Ну, mayda nima yo'qda, birinchi o'rin olish maqsad nima qo'yish kerak emas. Chunki birinchi o'rinda всегда olishadi. Qanaqa qilib buni tekshiramiz? Например, makiyajni olib, вот, shu kategoriyaga bitta essack, демонстрировать эту вкладку. Mana, да, вот. Birinchi o'rinda turibdi. Не обязательно в категории, да и вообще ключlarda reklama qilsak, не обязательно birinchi o'rin olish. Chunki hatto завышенный narx bo'ladi. Har doim, то есть ko'pincha seller nima deb o'ylashadi? Lучше men birda olsam, все, byudjetga 200 ming qo'yib, там eng katta stavkani olib, nima qilaveraman? Reklama qilaveraman. Нет, это ошибка. Chunki birinchi o'rinda часто odamlar просто произвольно ignorer qilishadi-da. 7-o'rinda nima qilsa bo'ladi. 15-o'ringacha bemalol reklamani qilish kerak. И там не такая большая summa bo'ladi. Plus mayda makiyaj bo'lib, katta kategoriyada, katta kategoriyaga hozir bu sellerimiz normalniy pul ishlatyapti-da. Bu keragi yo'q. Kategoriyada jicha nimani ushlasak, даже 30-я pozitsiya ushlasak, дальше органические продажи bo'laveradi. Mayda maqsad yo'q birinchi o'rinda ushlash. Men bilmayman stavkani, но stavka прилично bo'lish kerak mayda. И keyin mayda корейская косметика вообще pasta, ну, хоть есть. Корейская косметика это не такая. Но mayda konkurentimizni olsak, bu ham 4-pozitsiyada. 7-pozitsiya. По-моему, bu ham ishlatyapti bu stopda. 7-pozitsiyani olib. Lekin mayda koreyskiy kosmetikada ham bor 14-o'rinda kategoriya bo'yicha. И красота уходda ham bor. Bu kartochkamiz, bu sellerimiz красота уходda общий kategoriyada даже ko'rinmayapti. Chunki makiyajni birinchi o'rinda olib,
pul polni aql ishlatyapti. По мне, как kategoriyani ishlatsak, maksimum byudjet там 150-200 mingni shu kategoriya bo'yicha выделить qilish kerak. И ham katta nimani kerak emas, ushlash eng katta pozitsiyani. Хотя бы какие-то позиции, чтобы карточка ожила demoqchiman. Mayda смысл нету по категории. Eng главный смысл запросda, ключlarda. Ключlar ko'p pul olib kelishadi. Очень ko'p pul olib kelishadi и рекламировать по высокочастотным запросам. Mayda mana CC крем Zangmi degani охват 21, но человек вот тратит деньги, да, пулni ishlatyapti на вот это слово, которое вообще никто, да, не ловит. 21 kishi kuniga oqtaradi xolos. Вот. Shuning uchun главный nima kriteriy ключlar bo'yicha ko'tarib, kategoriya bo'yicha baribir o'sha 3-kategoriya kerak. Jicha bo'lsa ham pulni ishlatish kerak, но вот этот макияж birinchi o'rinda ushlash смысла нету. Просто так это деньги в трубу demoqchiman. Вот. Но lekin shu narsani reklamный kabinetga kirib, shu narsani tekshirish kerak baribir. Вот. Keyin esa qanaqa qilib yana ключlarni olsak bo'ladi. Например, любой konkurentimizni olamiz, вот birinchi o'rinda-da konkurent. Rasmga bossak, uzumda nimasiga o'tamiz? Nimaga bossak, buni nomiga bossak, u полную информацию beradi o konkurenti, o нашем konkurenте. Вот. 37 million oyiga qilyapti обороты, sotuvdona 277 ta. То есть oyiga 277 ta sotyapti. Mayda mana сразу ko'rinyapti sotuvdonada, то есть остаткlar. Остаток, mayda сразу kategoriya bo'yicha сразу позицияларда ko'rinyapti. То есть то, что человек, он и в категории продвигается, да, и в ключах, mana ключlarda ko'ringlar. 39-o'rin, 37-o'rin. То есть mayga kirib даже при составлении карточки, да, mayda ключlarda olsangiz bo'ladi, shu главный konkurentlaringda. Chunki nima qilasizlar, shu bu stopni yoqib, minuslarni yoqib, u ham kerak. Lekin дешевый N variant, shu konkurentlaringga kirib, любой, birinchi o'rinmi, ikkinchi o'rinmi, shularni kartochkalarni olib, SEO составляющая degan narsa bor, kartochkani nima qilganlaringda, именно shu высокий частотный ключlarni ashiqqa nima qo'shsalaring bo'ladi, и plus bu stopda orqali именно shu so'zlarda ishlatsalaring bo'ladi. Вот. Keyin esa kartochka tabliца, не. Например, mayda kartochkamiz bor. Любой kartochkani topdik. Например, вот эта карточка. И bu kartochkamizni nima zoom-sellerda orqali ko'rmoqchimiz, topmoqchimiz. Qanaqa qilib topamiz bu nimani? SQID bor. Buni tak ko'rsatyaptimi? Ko'rinyaptimi? Hozir bitta nima qilay? Да. SQID bu raqamni ishlatmaymiz. Вот до этого рaqamni buni raqamni olib, kopировать qilib, демонстрировать вкладку. Mayga nima qilsak, вставить. Все. Enter. Все, bu kartochkani сразу oqtardi. Все, bu полный informatsiyamiz bor. 1.900.000 nima выручка qilyapti, 16 ta dona. И так далее. Вот. Тоже mayda hozir bor, 3 ta kategoriyada bor. Mayda ключlar, mana ko'ryapsizlar-da, 16 dekabr bo'lsa, это вот 14 января. Ancha пропущенный ключlarimiz ham bor. Вот. Buni orqali sizlar shu любой kartochkani zoom sellingda tekshiraverasizlar. Не выходя nima ko'p oqtarmasdan shunday shu nomerni skopировать qilsalaring, любой kartochkani nima qo'shsangiz topsangiz bo'ladi. Keyin esa bitta fishkani ko'rsat deyishadi, именно поиск по фото. Например, sizlar вот infografikaga pul to'lagansizlar.
Вот, например, infografikaga pul to'lagansizlar. И sizlar uzunda bilasizlar, ko'pincha bizni o'rtoqlarimiz shunday любой готовый fotografiyani olib ishlatishaveradi. Shu zoom selling yordam beradi. Например, sizlar pulni baribir to'laysizlar dizaynerlarga, это sizlarni pullaring. Shu zoom selling orqali shu rasmni topsa bo'ladi. Keyin esa moderatsiyaga yozsalaring blok qilib yuborishadi shu kartochkani. Hozir chunki juda qiyin ishlayapti. И ham любой, например, товарны, пока это грузит, любой товарны, например, Wildberries kerak. Да, mana topildi. Zoom selling именно uzun marketda полный shu rasmni topadi. Nechta qana вот продавец. Например, buni IP Mamadaminov degan вот Parfum Pro da u to'lagan bu infografikaga. Pulni ishlatgan, lekin buni ikkinchi odam, если это не он, shunday rasmini olib ishlatyapti hozir. Bunga hozir жалоба qilsa ham bo'ladi. Это konkurent. Maytda nima yo'q. Maytda 19 millionlik baribir pul kelyapti bu insonga, da? Lekin bu за счет вот этого человека, который 37 millionga qilyapti, за счет shu rasmiga bu konkurentimiz pul olyapti. Вот. И keyin ikkinchi fishka именно nima qanaqa qilib nima qilamiz? Например, endi kirmoqchimiz nimaga? Qanaqadir nishaga. Любой rasmni olsak, вот так демонстрировать складку. Например, Wildberriesda topdik kartinkani. Вот shton sotmoqchimiz. Mana zoom selling orqali poisk по foto nima qilsak, zoom selling именно uzunni ichida shu rasmni topadi. Shu konkurentingiz bormi, именно с этим товаром deb ko'rsatib beradi. Agar да bo'lsa, примерно shu analitika qilasizlar. Так, значит, с этим товаром у меня есть конкуренты. Далее shu analitikaga kirib ko'rib olasizlar. Qana nech pul foyda kelyapti, nech pul ishlayapti, nech pul siz ishlasangiz bo'ladi pulda. Вот. Такой интересный фишка именно zoom selling orqali поиск по фотографии. Именно zoom selling uzunni ichida rasmlarni ko'rsatadi и oqtaradi. Так, пока загрузка bo'lyapti, yana bitta nima ko'rsataman. Вот qanaqa qilib biz ключlarni oqtaramiz biz. В основном men любой kategoriyaga kirganimdan keyin top mahsulot kalitlariga kiraman. Aytaman SEO top mahsulot kalitlari. Mayda любой kategoriyani yozamiz. Например, вот те же самые там корейская косметика, да? Корейская. Ko'rsam, mayda, например, o'zbek tilida bo'lsa, hamma yo'qda, lekin poisk именно rus tilida ishlayapti. U narsani nima qilamiz? To'g'rilatamiz. Со временем. Вот. Корейский крем, корейская косметика. Корейская косметика, mana BB, CC, DD kremi. Именно shu kategoriyaga kirdik. Mana kalitlarni nimasi? Вот eng katta высокочастотный ключ, mana 35 ml kalit SPF degan. Keyin krem для лица, namlantiruvchi yuz kremi 16 ming. Hatta adashmasam bitta nima 6 minglik ключ bo'ladi. И остальные ниже по частотности ключ. То есть bunga ham kirsalaring eng topoviy zaproslarni ko'rib bu so'zlarni ishlataverasizlar. Bemalol. Ustupkami, при создании SEO. То есть bular nimani вообще ko'p nimani ancha yordam beradi-da, demoqchiman. Biz, например, bizga keladi-da odamlar SEOni qilib beringlar deyishadi. Именно shu top kalitni ishlatamiz, keyin eng 5 ta konkurentlarni olamiz, top 5 konkurentlarni olib, eng высокочастотный ключlarni naglab olamiz. Chunki bu biznes. Bunda nimasi yo'q, ish narsasi yo'q. Да, хотите, если там без аналитики двигаться, demoqchiman,
pulda ishlatasizlar-da. Bu stopga pulda ishlatasizlar. Bu stopda keyin minuslarni, nimalarni nima qilasizlar. Вот, например, bu odam ishlatmadi-da. Ishlatmadi topoviy ключlarni. Shuning uchun, возможно, hozir вот mало того, что bu insonda klientimiz qimmatroq sotyapti bu tovarni. Chunki original flashka bilan ancha arzon sotishyapti mana. 107 ming ko'ryapsizlar, 119 ming, 121 ming. Biz 126 mingdan sotyapmiz. Lekin nima bilan chiqishimiz kerak? Infografika простая-da, narxi jicha qimmatroq. Qanaqa qilib biz nima qilamiz? Самое важное ключlar. Ключlar, kategoriyalar. Mana ikkita kategoriyada и makiyajda birinchi o'rinda olyapti. Shuncha byudjetni как мне кажется, просто так сливают, да? Вот именно на макияже. Не нужно это. Birinchi kategoriya вообще. Любой категория запросларда birinchi o'rin maqsad qilmaylar. Birinchi o'rin pul jalb olib kelmaydi. 1dan 7gacha, в основном 7-chi nimani olamiz biz, 7dan 15gacha и даже 20-chi местani olsak bo'laveradi. Не обязательно birinchi o'rinda olib, все, men top-1 bo'laman, значит, shu ko'proq pul ishlatishim kerak deb nima bo'lmasin sizlarda. И вот bu analitika orqali обязательно nimalarni tekshiringlar. То есть самый важный высокочастотные ключи, mana 9 mingdan boshlab, вот хотя бы, ну вот эти 2 mingdan boshlab, mingdan boshlab уже среднечастотный kaltlar bo'lyapti-da. Shuning uchun продажа ham yo'q. То есть даже bir haftaga bu stopni yoqsangiz, высокочастотный kalitlarga, среднечастотный kalitlarga, keyin o'chirilganlaringdan keyin дальше уже органические продажи boshlanadi. Organika, то есть карточка оживления bo'ladi-da, tushunyapsizlarmi? Поэтому даже вот bu stopni yoqtilaringmi, даже samovykup qilsalaring bo'ladi. Chunki bu kartochkaga ancha foydasi tegadi bu narsa. Endi samovykup qilsalaringda. Mana yerda, например, 408 yaxshi reyting, lekin bizda qimmat narx. Как мы можем с оригиналом бороться, который с флажкой оригинал продает дешевле, да? Только вот с помощью Bootstrap. Kalitlar kategoriya bo'yicha. Так, поиск по фото до конца nima bo'lmadi. Вот. В принципе, nima demoqchiman? Вот top mahsulot kalitlari ancha yordam beradi. И ham вот, кстати, так, я это, да. Кстати, любой карточкani olsalaring mana yerda bo'ladi. То есть именно uni kartochkani topamiz hozir. Konkurentimizni. Так. Mana yerda именно qaysi kartochka qaysi so'zlarda ishlatyapti. Вот давай просто для примера biz nimani topamiz buni. Тут на узбекском, да, уже ищется. Hozir topamiz. Так, nimada Parfum Pro BBCC kremi. Корейский косметика, BBCC кремlar, карточка, Parfum Pro, так, hozir. Вот, даже mana yerda nomini kopировать qilib, yana mana qanaqa qaytsak, mana topdi. 107 million. Все. Shu kartochkamiz полный nimani qaysi kalitlarda ishlatadigan shu kartochkani ko'rsatyapti hozir. Mana SPF 35 milli nima, SPF krem. И mana yerda kartochka degani, то есть nechta kartochka bu so'zni ishlatyapti. Reklamada 6 kishi xolos bu SPF nimasida. Так значительно, значит, hozir qarang, SPF da katta ключ, yaxshi ключ. 35 mingta odam chustotnizda 35 mingta odam oqtaryapti kuniga. Lekin reklamada 6 kishi ishlatyapti xolos. Bu nimamizda, klientimizda yo'q bu nima? So'z. Tushunyapsizmi? Даже 7-chi o'rinda olsak biz shu nima bilan mana
demonstratsiya SPF yo'q bu yerda. Chunki eng birinchi o'rinda turardi. Eng главный ключ SPF, который приносит 35 mingta odamda oqtaryapti. Ishlatmayapti. Mayda 6 ta odam только reklama qilishyapti. Значит, en minimal stavka adashmasam 9500 bo'ladimi? 9500 ni 1 qilganimizdan keyin 7-o'rinda olamiz biz. Byudjetimiz ancha ko'p pulni ishlatmaydi bu. Tushunyapsizlar-a? Shuning uchun bu narsani прям очень ko'rish kerak. Вот, например, birinchi o'rinda oldilaringmi konkurentimizni прям доскональный nima ko'rishingiz kerak. Qana ключlardan reklama qilishyapti. Qana kategoriyadan reklama qilishyapti. Bu ancha qiziq narsa. И ham bu sizlarning pullaringiz. То есть зачем тратить деньги Зачем тратить деньги на вот эту категорию, birinchi o'rinda olib, да, макияж, огромная категория. Nima qilasizlar pulni ishlab shu makiyajga kirsak, огромная категория, да, то есть makiyajga qanday nima, выручка по категории 890 миллионов. Keyin с продажами вот очень много. Nima qilamiz bunda birinchi o'rinda olib, ham byudjet katta bo'ladi bu yerda. 100% katta bo'ladi. Когда мы можем просто вот так взять, kirib, konkurentimizda mana это раз SPF degan savolda olib, bu topda 7-o'rinda oldik. 9500 ni shu 1000 prosmotrga 9500 so'm stavkani qo'yib reklama. Дальше SPF krem mana. SPF krem 16000, в рекламе 14. Даже 15-o'rinda olsak, тоже это круто же. Shuning uchun analitikasiz bizga odam kelishadi-da, biz ham menejerlik qilamiz, также управляем магазинами в Zoom-markете, в Яндекс.Маркете и на Wildberries. То есть yordam beramiz biz, полноценный yordam beramiz. И ham biz только shu Zoom selling bilan ishlaymiz xolos. То есть без аналитики вы как без глаз, да? Не видя вот этих цифр, вы не сможете наугад вести бизнес. То есть mana top 100 ta kartochka 21 million olib kelyapti monosos SPF krem. SPF 27 million olib kelyapti. Lekin bizni nimamiz, да, кто дал на рассмотрение карточку, eng главный so'zlarni ishlatmayapti. Tushunyapsizlarmi? Поэтому очень важно so'zlar прям очень важно. Kategoriyada reklama qilmasalaring mayli bo'laveradi. Но именно высокочастотные, среднечастотные ключlar обязательно nima qilish kerak. Это прям мой совет. Вот даже просто shu kaltlar bilan ancha продажalaring ko'tariladi. Keyin esa уже kategoriyani 3 ta kategoriyada sekin даже вот минимальный 6800 mi, 6500 mi kategoriyada bo'ladi. Или наоборот, вот oxirgi o'rinda olsalaring bo'ldi. Главное, чтобы карточка вот жила, поднималась, да? А тут просто bizni nimamizda hozir просто bitta kategoriyada yo'q-da bu odam. Mana koreyskiy kosmetikada xolos и makiyajda xolos. Makiyajda то есть то, что он первый o'rinda olyapti. Это грубая ошибка demoqchiman. Ja, ошибка emas, lekin просто pulni bu kategoriyaga ishlatyapti xolos. Прям немалый pul demoqchiman. Poiskda foto boshqalardan ko'rsating. Да, mana juda qatyapti bu nima. Это mani nimamda проблема, internetda problema. Вот, например, biz любой так, 16 так, bu загрузка qilyapti. Например, 1688. Hozir 1688 ochish kerak. Или ochmaydi. Alibaba. Hozir Alibaba ochsa, так. Вот, например, biz любой карточкani oldik. Вот, например, сандали, да? Правой кнопкой мыши и я не знаю почему, но он не видит. Xullas, chatga nima qilaman? Chatga tashlayman, screenshotni.
Da, chatimizga tashladim skrinshotni. Shunday o'ng tarafda mishkani bossak, poisk по фото на zoom degan plagin bo'ladi. Zoom selingdan. Shuni bosamiz. Выделяем. Qilib, dash ko'rsatmayapti. Так. Shu bo'ldi, так. Da. Gruppaga tashladim. Mana shu poisk по фото на zoom deb plagindan nima keladi. Shunda bossak, любой tovarga сразу shu avtomatik zoom selling uzumni ichida полный mahsulotlardan poisk qiladi shu tovarni. То есть shuni qilib siz ham konkurentlaringizni topsangiz bo'ladi. Либо yomon nimalaringni, konkurentlaringni, которые у вас воруют инфографику. Shundan nima qilsalaring, topsalaring bo'ladi, keyin yoki o'ziga yozasiz, aka, так не делай, men infografikaga pul to'laganman deb. Либо nimaga yozsalaring, поддержка sразу blok qilishadi. Mana ko'rasizlarmi, например, вот agar zakолка o'xtargan bo'lsak, uzumda mana bor shnurki, похожие shnurki. Ну вот это что? Брелок на сумку, mana брелок на сумку bor ekan. Lekin biz, например, sandali yoki nima кроссовка o'xtargan bo'lsak, mana кроссовка нету, похожих нету. Это вот все похожие товары, которые есть на Uzum. Uzum selling именно Uzum marketi ichida hamma похожий rasmlarni topib nima sizlarga qilib beradi. То есть shuna qilib любой nishaga kirsangiz bo'ladi, analitika konkurentov qilib, либо инфографикизы, да, за которую вы платили деньги, защищаете свои права. То есть man bilaman, chunki bizda klientlarimiz bor, именно красота и уходda каждый второй ворует друг друга контент. Ключlar karta qaysi bo'limga yozish kerak? Высокочастотный ключlarda uzun blok qilmadi lekin. Ne, uzun bot qilish kerak, nimaga qilmaydi? Shunday nimalarni yozsalaring, поддержкаga yozsalaring, доказательства, вот это моя инфографика, вот мои исходники deb blokirovka qilishadi. Biz ko'p blokировать qildik biz. Высокочастотный ключlarni, kartochkani qaysi bo'limga yozish kerak? Высокочастотный ключlarda вот man ikkita nimasi bor-da, ikkita variantlari bor. Вот любой карточкаga после того, как вы купите, там, например, сервис, любой карточкаga o'tsalaring, sizlarga nima berishadi-da? Plugin berishadi mana правый верхний уголda. Ko'rsatyaptimi, ko'rsatmayaptimi? Что-то я не вижу. Вот, mana это plugin bo'ladi. Скрыть аналитику, вот, bu аналитика полный ko'rsatadi. Keyin mana запросы, ключи. Вот высокочастотные ключи, mana ko'rasan, o'yinchoqlar. Хотя бы это памперс, и бата керемасан, и он и не видит. Вот высокочастотный ключlarni сразу ko'rsatadi. Birinchi variant bu, ikkinchi variant mana это ko'rsatdim. Любой карточкani, любой konkurentlarini olib, topib, mayqa даже nimasini yozsalaring, вот koreyskiy kosmetikadan yozdim, keyin ikkinchi etapda наименованиясini kopировать qilib, mayqa qo'ydim. Сразу shu informatsiyani topib berdi. Bu kartochka bunaqa so'zlarni ishlatadi deb hamma informatsiyani berdi bizga. То есть mayda уже eng birinchi o'rinda высокочастотный ключlarni ko'rsatadi. Buni bossalaring, eng низкочастотный ключlarni ko'rsatadi. Но обычно он самый высокий birinchi o'rinda ko'rsatadi. Сразу. Nechta запрос kuniga, nechta kartochka bor, 3800 ta. И reklamada nechta mahsulotlar reklamani ishlatadi. Вот это супер инструмент, man hammaga biz klient kelishadi-yu, сразу birinchi o'rinda monuni ko'rsataman. Chunki ko'pincha bu stokni qanday qilib ishlatadi? Uzun marketga kirib, bu stokni yoqib, shu hozir даже вот всплывающие so'zlarni beryapti. Раньше этого не было. То есть раньше shunday, так, SPF sotyapman, так, крем deb o'zimiz yozardik-da. Кто не умел пользоваться аналитикой, крем там и так далее и тому подобное. Lekin вот аналитикani ishlatsak, полный shu esimda qolmayapti. Xullas, analitikani ishlatsak, hamma yo'lda ko'ramiz biz.
analitika bilan ancha ko'p любой mahsulotga kirib, kategoriyaga kirib, men уже tushunyapman-da, например, kiyimga kirib, так, что там, ayollar kiyimi, все, что там за 30 дней происходит, bir oyga 36 milliard, vau deyman-da. Так, ладно, например, biz uy kiyimi nima qilmoqchimiz. Uy kiyimi topib, mana podkategoriya ham bor-ku. Может быть, кто-то не знает. Mana pastga bossak, podkategoriyani ko'rsatadi. Например, pijama bizga kerak. Pijamani tanlab 3 milliard mana ko'ryapmiz biz. 3 milliardli 30 kunda ichida nima qilyapti-da, оборот. Buni bosib, 90 kunda nima, например, отрезок, да, временной отрезок 90 kunda tanlasak ham bo'ladi. Это уже 8 milliard. Например, так, hozir yanvar 26. Интересно, вот 1 yil oldin nima bo'ladi bu kategoriyada? Shuni ko'rsak bo'ladi. Так, yanvar 25. 25 degani bu yil. Hamma tushundida уже. Вот 2 milliard bo'ladi. 25-yanvarda. Hozir esa уже 3 milliard. То есть bu kategoriyada rost bor. От года к году рост есть. Значит, это круто. Keyin mana o'ng tarafda mana top magazinlarni ko'rsatadi. Все. Analitika da qiyin, birinchi nimaga qiyin bu narsa. Lekin bu siz ishlash qiyin-da. То есть вслепую продавать, да, demoqchiman. SEO очень интересный narsa, очень nima познавательный narsa. Lekin shuni tushunib olsalaring, kartochkalaring to'ka to'pda bo'ladi xolos. Вот. Hozir savollaring bo'lsa, я надеюсь, hamma yo'lda tushuntirishga ancha nima harakat qildim. Busga minus so'zlar qo'yish ham tushirish. Menga bu nima kerak-da? Reklamный kabinet kerak. Lekin mana это Zoom sellingda. Это рекламный кабинет kerak. Buni iloji bo'lsa, buni yoki lichkamga yozing, yordam beraman, yoki bitta qanaqadir, может быть, seller кабинетini bersa, отдельный вебинар qilsak bo'ladi, именно по BookTube, как правильно настраивать BookTube, то есть от нуля до первых запуска, и keyin shu minus so'zlarni qanaqa qilib tozalab nima qilishni o'rgataman. Xudo xolasa, agar nima bo'lsa, bemalol Dmitriyga yozsalaring, yana bitta nima qilishni webinar qilsak, bemalol, я только rad. Qana yana savollar bo'lsa, bemalol lichkamga yozinglar, xohlasalaring Dmitriyga yozinglar, men nimaga yordam berishga xursandman. Bizda hozir qana nima servisimiz bor. Biz menejerlik qilamiz. Ham hozir bizda ikkita bot bor. Uzum Helper degan bot bor. Уже ko'pincha seller bildi bizni. Eng o'sha yomon paytlarda TimeSlot orqali problema bo'ladi. Biz servisimiz yordam beradi. Shu TimeSlot bo'yicha, keyin yo'qolgan tovarni bo'yicha. Shuning uchun и hozir именно вот menejerlik qilamiz, управление magazini qilamiz, и ham oxirgi keysimiz bizga klient keladi, u nima sotadi, krossovkalarni sotyapti. Katta seller nimalari ko'p qoladi, остатоклari ko'p qoladi. Ilhom kelib, mana ayta 700 ta kartochkada 700 ta dona nima qoladi, остаток qoladi. Qanaqa qilib sotaylik buni deb savol bilan keldi-da bizga. 3 oydan beri вообще pul olib kelmayotdi kartochka. Shuni полный analitikani bo'yicha qilib, полный so'zlarda SEO yadro degan narsa bor. SEOlarni nimani qo'yib, to'g'ri bootstopni qilib, полный strategiyani yozdik. Samovikup ko'pinchasi yoqtirishmaydi-da, типа, нет, зачем samovikup, odam o'zlari olish kerak и так далее и тому подобное. Да, bu zo'r narsa, lekin samovikupsiz bitta narsa demoqchiman. Samovikupsiz organiический продажа juda qiyinroq bo'ladi-da. Shuning uchun bitta strategiya bo'yicha ishlasalaring, ancha osonroq tepaga ko'tara olasizlar demoqchiman. И вот, возвращаясь к той теме, стратегияны yozdik.
15 kunga shu kartochkani oldik biz. Mертвый kartochka, biz mертвый kartochka deymizda, o'lik kartochka deymiz. Chunki 3 oydan beri hech qanaqa rezultat yo'qda kartochkadan. Pul olib kelmayapti kartochka. Mертвый kartochka biz deymiz, o'lik kartochka deymiz. Bu shu sellerni olib 15 kunda ichida полный analiz qilib, noldan kartochkani продажаga qo'ydik. Xudo xolasa bu narsani просто balabolchilik bo'lmasin, men skrinlarni tashlayman gruppaga. Skrinlarni tashlayman. Вот. И savollaring bo'lsa, например, bemalol yozaveringlar, menejerlar orqali yoki analitika orqali qanaqadir yordam kerak bo'lsa, bemalol yozaveringlar. Biz hozir Zoom Selling bilan partnyor bo'lib, sekin-sekin shu rivojlanyapmiz bu narsani. Men ham xudo xolasa o'zbek tilida idealni qilib o'qib nima qilaman. Xudo xolasa vebinarlarni ham ko'proq qilamiz. Menga ham bu opit, menga ham bu men yordam bersam, men u qanaqadir nima desa bo'ladi, kayf qilaman-da men. Вот. Shuning uchun kerak bo'lsa ikkinchi razbor ham qilaveramiz. Вот, например, minus so'zlarni, может быть, bootstrap'ni orqali nima qilsak bo'ladi. То есть tema ko'p. Hozir yangi yildan keyin bitta yozdi, davay tema bor. O'zbek kanalimizda bitta webinar qilaylik deb nima qiladi? Davay qilamiz deb. Hozir, например, просто bir kunda bu narsa bo'ldi-da. Xudo xolasa, следующий webinarda yaxshi nima qilib, podgotovka qilib, и sizlardan, например, savollaring bo'lsa, bemalol yozaveringlar, даже kartochkalaringni jo'natsalaring, men bemalol yordam beraman, harakat qilaman yordam berishga. Bu ideali va shu webinarlar ko'proq qilsak, ancha zo'r bo'ladi. Ham Zoom Sellingga ham yordam beradi bu narsa, o'zimga ham yordam beradi bu narsa. Chunki yordam bersam men kayf qilaman. O'zbek tilida o'rganib olaman, xudo xolasa. Akkauntim Telegramda gruppasiga yozdim. Dmitriyga ham aytaboraman. Dmitriyga ham yozib yuboraman, nima yozib beradi akkauntimni. Bemalol yozaveringlar. Надеюсь, вот это necha 1 soat o'tdimi? Da, почти 1 soat. Mendan foyda ko'rdilaring. Я очень надеюсь на это. Надеюсь, men parod qilmadim. Hamma yo'qda chotki tanishlik harakat qildim. Kechirasizlar meni o'zbek tilimga. Вот. В принципе, любой narsani ko'rsatib, tushuntirsa bo'ladi. Вот. Xudo xolasa, следующий webinar ham qilamiz. Так что katta rahmat sizlarga. Nima bo'lsa, savollaring bo'lsa, yozaveringlar. Hammaga rahmat.